Assalomu alaykum qadrli qadrdonlar. Bugungi darsimiz onlayn sertifikat, ya'ni 50% ustum oluvchi o'qituvchilar uchun bag'ishlanadi. Darsni boshladik. Qani, demak darsimizda biz ko'pchilik berayotgan savol: dars o'tiladimi? Telegram yopiq grupda yo'q. Bizda faqat onlayn sayt orqali o'tiladi. Onlayn sayt sizga har bir kishiga shunga o'xshagan iPad bo'yicha login parol beriladi. Ixtiyoriy vaqtda kirib ishlashingiz mumkin. Tun yo kun farqi yo'q. Xo'p, birinchi 3 ta modulimiz bor. Modulimizni kecha ulgurmay qoldim joylashga. Bugun xudo xolasa kechga nasib qilsa joylab qo'yaman 3-modulda ham. Birinchi, ikkinchi modul bo'yicha savollarimiz tayyor. Xudo xolasa 100 ga 100 tushyapti. Harakat qilsang o'tasizlar xudo xolasa. Mana bu yerda 2 kishi tushunmay savol berdi lichkamga. Shu 3 kishi hisobini olib videorolik qaytadan joylayapman. Lekin 200 dan oshiq insonlarimiz xudo xolasa mana shu kurslarimiz, mana shu testlarimiz bo'yicha o'tib kelyapti. Xudo xolasa birinchi bosqichda ham ikkinchi bosqichda ham o'tganlar bor. Uchinchi bosqichda xudo xolasa kecha bir kishi o'tdim dedi, hali sertifikatini tashamadi, lekin nasib qilsa tashasa albatta Telegram kanalimizga joylab qo'yaman uni ham. Xo'p, sizlarga aytadigan gapim, birinchi navbatda savol aytdim sizlarga, test shaklida bo'ladi. Hech qanday bu yerda biz ishtirokimiz bo'lmaydi, faqat onlayn login parol beriladi, o'sha bo'yicha kirasizlar. Xo'p, oxirida sertifikat olganlarni 29-sana bo'yicha, kechagi sana bo'yicha 2-3 ta sertifikatlarni sizlarga video oxirida joylab qo'yaman, isbot shaklida. Ko'rasizlar uni ham. Xo'p, endi sizlarga modulimiz sizlar uchun qanday qulayliklar yaratib beryapti? Test yodlash, oson yodlash, test tanlab yodlash, test yechish va test yechish 45 talik. Test yodlash. Общий birinchi modul, misol tariqasida birinchi modulda aytyapman. Test yodlash birinchi modul bo'yicha barcha testlar ochilgan, javoblari belgilangan holatda turadi. O'sha bo'yicha yodlashingiz ham mumkin. Xo'p, oson yodlash, 5 ta 5 ta savolni yodlashingiz mumkin. Tanlab yodlash, o'zingizlar uchun tushunmayotgan murakkab savollar bo'ladi-ku, o'shalarni tanlab olib, qayta takrorlash uchun ishlashingiz mumkin. Albatta 45 ta yo 100 ta savolni qaytadan ishlash shart emas bunda. Qiynalayotgan testlarni tanlab olishingiz mumkin yana tezroq yodlash uchun. Test yechish bo'lsa, o'sha общий testni ichidan test yechib chiqaverasizlar. Xuddi doimgidek, faqat umumiy test bo'ladi bu yerda. Bu yerda esa bunisi esa 45 tadan tushadi. Общий shu bazani ichidan 45 ta savol tushadi. Shuning ichidan ishlab ketaverasizlar. Xo'p, misol uchun deylik, oson yodlashni tanlayman. Oson yodlashda mana birinchi savoldan boshlayapman. 5 ta savol. Mayli, bu yerda 5 ta savolli qilib qo'yilgan, sababi osonroq yodlash uchun o'zi nomi bilan. Boshlash bossa, mana kompyuter misol bu yerda so'rayapti. Kompyuter virusda o'zingizlar uchun kal so'zni qilib olinglar. Qilsalaring, bu yerda mana eng qisqa javob tanlaysizlar. Kompyuter virusni bir marta ishlatiladi xolos. Bu baza mas savol birinchi level 1 ichida bitta bor xolos bu so'z. Lekin virus so'zi 3-4 ta bor. Kompyuter degan so'z bilan bir marta keladi xolos. Shuning uchun kompyuter bilan kelgan so'zda eng qisqa javob tanlab olasizlar kal sifatida. Shu tariqa qilib kalt ketaverasizlar. Next'ni bostirang. Mana ikkinchi savolga o'tdi, belgilangan. Xullas, mana 5-savolga o'tamiz. Shu shaklda 5-savolda mana savol javobga o'tishni bostirang. Mana endi o'sha ko'rib chiqqan 5-savolimizni javobini ishlaysizlar mana. Bizda kompyuter virusda eng qisqa javob edi, to'g'rimi? O'shani tanlaysizlar. Xuddi shu tariqa qilib tanlab ketsalang bo'ladi. Xo'p, endi keyingi ishimiz vaqtni qisqa qilishimiz uchun asosiy beriladigan savollardan bittasi kurs narxi qancha? Har bittalarga Telegramda odamlar yozyapti, ko'payib ketyapti. Ulgurmay qolyapman javob yozishga, ko'pchilik xafa ham bo'lyapti. Kurs ichida hozir bizga test bazasini yaratgan odamlar boshqasi, bu testda men emas, men shuning uchun aytyapman. Chegirma narx qo'yishdi. O'qituvchi bo'lganingiz uchun ular ham o'qituvchi, siz ham o'qituvchi bo'lganingiz uchun o'qituvchilik oyligi bilasizlar, u darajada katta emas, imkon qadar kattalashtirilyapti, balandlashtirilyapti, lekin hali ham ozligi uchun chegirma narx qo'yildi. Ya'ni bitta kurs uchun, ya'ni 3 ta level uchun 600 ming so'm bitta to'lov qilinadi. Har bitta modulga 200 mingdan emas, bitta kurs narxi 600 ming so'm. Xohlang bitta modulga tayyorgarlik ko'ring, xohlang 3 taga tayyorgarlik ko'ring. 600 ming so'm to'laysiz, keyin sizga login parol beriladi. Ochiladi. Xo'p.
yana keyingi yana chegirma bonus qilib qo'yishibdi. 5 ta odam olib kelsa o'zi bilan birga 300 ming so'm asha palonchi pistonchini nomidan deb Telegramdan yozib to'lovni qilsa, o'sha insonga 300 ming so'm chegirma ham qilinadi. Siz nomingizdan 5 kishi kelsa 300 ming so'm chegirma bor. Tushuntira oladimi? Xuddi shu bonuslar, chegirmalar hisobga olinibdi. Endi chegirma qancha vaqtda tugaydi? Balkim 12 soatga ochilgandir, balkim 2 sutkaga ochilgandir, uni bilmayman. O'zlari bilan chegirma narxini o'zlari yopib qo'yishadi ular. Bazaga biriktirib qo'yilgan. O'sha bazasi bo'yicha chegirma narxlar tugab qolsa, ulgurmay qolishlari mumkin. Shuning uchun kurs narxi, asl narxi 1 million 500 ming so'm edi. Har bitta kurs 1 million 200 ming so'm edi. Har bitta kurs alohida hisoblangandi. Uchala kurs 1 million 200 ming. Uni chegirma narxida 600 ming so'mga tushirib berdi. Shuning uchun chegirmadan foydalanib qolinglar, ulguringlar, xudo xolasa o'tasizlar. Buni sizlardan oldingilar mana bo'ldi, hammasi o'tib kelyapti. Qo'shimcha qanaqadir savol bo'lsa, yana Telegramga yozasizlar. Faqat yozganingiz biroz kutib turasizlar. Albatta qisqa vaqtda javob berishga harakat qilamiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, yana Telegram gruppaga yozilmoqchi bo'lsalaring, mana shu saytga imtihon tagiga ko'rmoqchi bo'lsalaring, lichkam yozsalaring, men albatta sizlarni to'lovlar tushgandan keyin ularga beraman. Ular sizlarga login parol tashkil beradi. Xudo xolasa imtihondan o'tkazasizlar. Barchaga omad yor bo'lsin.